Mahmud aka. Abi, muncha xursandsan? He, ko'rmayapsanmi? Akam uylanyapti, hashar qilyapmiz. Akasi uylanayotgan bola haqida. Abu, akang uylanayotgan bo'lsa, sen nima xursandsan? Men kallani ishlatgani bergan, men uni arla o'rayman. Akam uylangandan keyin menga yo'lovchilarmi? Shuning uchun xursandman. Tva. Abu, o'zi uylanich xona bo'lsa, sen qatga uylanasan, uy ko'tarishing kerak-ku. Buni xotiringizda qilma. Biz oilaviy biznes boshlaganmiz. Gazoblo ishlab chiqaryapmiz. Vodiy bo'yicha tarqatyapmiz. Iminda vodiy bo'ylab sendan gazoblo olish uchun qanaqadir afzallik tomonlaring bormi? Bizdan 1000 ta gazoblo oladigan bo'lsang, unga qo'shib 1 tonna o'zini klesini mutlaqo bepulga bonus sifatida qo'shib beramiz. 10 ming olsang 10 tonna kles tekinga qo'shib beriladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilsang, vodiy bo'yicha umuman menga sig'dira olmaydigan narxlarda aytishadi. To'g'ri, men aytaman. Xohlasang telefon qilib ko'r. Nima qilyapsan? Akam uylangandan keyin xohlagan ishimni qilaman. Akam menga vaqt bo'lmaydi deb o'yladim. Adashgan ekanman. Akam uylangandan keyin ko'chaga chiqmaydigan bo'lib qoldi-yu. Na oshnasiga qo'shiladi, na choyxonaga boradi. Uy qizi o'qigan onasini evsin. Bitta men akam uylangandan keyin shunaqa bo'lib qoldim, men boshqalarning akasi ham shunaqa bo'lib qolarmi? Alo. Ha, aka? Tezda uyga kel. Aka o'zi uydaman-ku.